Ya Rasululloh, men qabrdan qo'rqyapman degan ekanlar. Qabrdan qo'rqyapman ey Allohning rasuli. Sizdan bitta iltimosim bor. Sizga birinchi oyatlar nozil bo'lgan paytda ustingizga kiygan to'ningizni menga kafan qilsangiz degan ekanlar. So'ragan narsalarni qarasangizchi azizlar, nima so'rayaptilar? Bo'ldi ey Hadisha, shu to'nimni sizga kafan qilaman deb to'nlarni olib kelib oldi, xursand bo'ldilar, vafot topdilar, yuvdilar, tepalarda turdilar. Kafanlayotgan paytlarida o'sha to'nlarni kafan qilayotgan paytda Jabroil alayhisolatu vassalom kelib, ey Allohning rasuli, sizga Alloh salom etdi va aytdiki, Hadishani kafani bizdan deb aytdi. Hadisha bor bulini, bor butini, bor kuchini bizni rizoyimizga sarfladi, dinimizga